Bizning sayyoramiz hayoti juda murakkab, juda sezgir. Hatto yarim daraja harorat o'zgarishi okean oqimlarini, muzliklarni, qurg'oqchilik zonalarini o'zgartirib yuborishi mumkin. Lekin bu yerda gap 0 dan 1 gradus haroratda emas, koinot miqyosidagi siljish haqida boryapti. Assalomu alaykum. Bu YouTube kanali va biz boshladik. Marsning aylanish o'qi o'zgargani uni halokatga keltirgan deyishadi. Ha, quruq, chang bosgan va bo'shashgan sayyora bir vaqtlar suvga to'la, atmosferaga ega bo'lgan dunyo edi. Ammo aylanish o'qidagi kichik siljishlar asta-sekin muvozanatni buzdi. Iqlim tizimi izdan chiqdi, qutblar almashdi, shamollar o'zgardi va atmosfera yupqalashib, natijada suvlar bug'lanib, kosmosga uchib ketdi va Mars o'zining bugungi holatiga kelib qoldi. Yer. Bu bizning uyimiz. U koinot miqyosida, Quyosh sistemasida tiriklik ufurib turgan va ongli mavjudotlar mavjud bo'lgan yagona moviy sayyora. U o'z o'qi atrofida sokin bir maromda aylanmoqda. Lekin so'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Yerning aylanish o'qi 80 sm ga o'zgargan. 80 sm ko'zingizga arzimas ko'rinadi. Ammo bu 12742 kilometrlik planeta markazidan o'tgan gigant chiziqning 1 metrga yaqin og'ishidir. Endi nima bo'ladi? Bunga kim sababchi? Tabiatmi yoki bizning o'zimiz? Olimlar aniq aytdi. 1993-2010 yillar oralig'ida insoniyat yer ostidan 215 trillion tonna suvni tortib olgan. Bu suvlar okeanga qo'shilganida yer og'irligi qayta taqsimlandi. Natijada aylanish o'qi siljiy boshladi, yerning me'yoriy balansi buzildi. Biz insonlar 2 trillion tonna og'irlikni bir tomonga surdik. Sayyora esa bunga befarq qolmaydi. Yer. Bu so'zni eshitganimizda ko'z oldimizga faqat tuproq, suv, tog'lar kelmaydi. Bu so'zning ichida hayotning o'zi yotadi. Chunki yer odamzodga faqat yashash joyi emas, balki ruhiy makon, ilmiy taraqqiyotning boshlanishi, kelajakning kaliti bo'lgan sayyora. Bularning barchasini bizga yer sovg'a qildi. Ammo har bir sovg'aning o'z narxi bor. Yer bizga javob qaytarmoqda. Kichik javob, sezilmas, ammo yakuni mavhum. Qurg'oqchiliklar kuchaymoqda, iqlim zonalari o'z joyini tark etyapti, tropik bo'ronlar kuchaymoqda, muzliklar rekord tezlikda erimoqda. Atmosfera oqimlari chalkashib ketgan. Bu tasodif emas. Bu mexanik qiymatning o'zgarishiga berilgan tabiiy reaksiya. Va bu jarayon Marsning o'tmishiga g'oyat o'xshash. U ham kichik o'zgarish bilan boshlanganda, keyin vaqt o'tib halokatga aylangan. Biznikichi hali kech emasmi? Hali orqaga qaytish mumkinmi? Yerning o'qi qachon chegaradan oshadi? Hech kim bilmaydi. Lekin bir narsa ayon, jarayon allaqachon boshlangan. Va agar biz Yerni Mars qismati singari bo'lishini xohlamasak, o'zimiz qilgan xatoni o'zimiz to'xtatishimiz kerak. NASA reaktiv harakat laboratoriyasi olimlari shunday deydi. Agarda Yerning aylanish o'qi davomiy suratda o'zgaraversa, iqlim zonalari yer yuzasida ko'chishni boshlaydi. Tropik hududlar yuqoriga siljiydi, sovuq zonalar kamayadi, buzilish, qurg'oqchiliklar, yomg'ir rejimining o'zgarishi kuchayadi. NASA yana ta'kidlaydi. Bu o'zgarishlar yer tarixida bo'lib turgan tabiiy jarayon. Ammo hozirgi siljish tezligi tabiat uchun ham noodatiy. Chunki bu holatni tezlatayotgan narsa odamning o'zi. Yer ostidan suv tortish, muzliklarni eritish, okeanlarda suvning qizishi, atmosferaning ifloslanishi, bularning barchasi yerga juda katta ta'sir o'tkazmoqda. Janubiy Koreya olimlari esa yanada aniqroq gapirishdi. 80 sm bu boshlanishi. Agar insoniyat suvni shu suratda tortsa, 2050-yilga borib bu qiymat 2-3 metrga yetishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Iqlim zonalari 300-500 kilometrga ko'chadi, qurg'oqchilik chiziqlari kengayadi. Katta shaharlar suv yetishmovchiligi bilan yuzma-yuz keladi. So'nggi yillarda Eronda Tehron poytaxtini boshqa shaharga ko'chirish haqidagi fikrlar yana kuchaydi.
Bunga bir nechta omillar sabab bo'lsa-da, mutaxassislarning ta'kidlashicha, eng katta muammo suv tanqisligi. Tehron aholisi 15 milliondan oshgan ulkan megapolis bo'lib, mavjud suv resurslari bu yuklamani ko'tara olmayapti. Shaharda yillik yog'in kam, suv omborlari bosimi esa yildan yilga pasaymoqda. Ammo bu hali hammasi emas. Yana bir xavf Yerning aylanish tezligi o'zgarishi. NASA hisob-kitoblariga ko'ra, agar o'qning og'ishi davom etsa, kun uzunligi mikrosekundlar bilan bo'lsa-da o'zgarishi mumkin. Bu oddiy odamlarga sezilmasa-da, sun'iy yo'ldoshlar, GPS tizimlari, harbiy navigatsiya, internet va vaqt sinxronizatsiyasiga ta'siri kuchli bo'ladi. Yadro reaktorlaridan tortib, samolyot navigatsiyasigacha hamma narsa aniq vaqtga tayanadi. Vaqtdagi kichik xatolik katta muammolarga aylanadi. Shuningdek, Yerning geofizik strukturasida bosim qayta taqsimlanadi. Muzliklar erishi shimoliy yarimsharda ko'proq og'irlikni yo'qotadi, janubiy yarimsharda esa kuchaytiradi. Bu tektonik plitalarning bosim nuqtalarini o'zgartiradi. Olimlar buni zanjirli reaksiyalar deb ataydi. Ya'ni suv tortildi, og'irlik surildi, aylanish o'qi og'di, iqlim o'zgardi, muzliklar eridi, og'irlik yana o'zgardi, seysmik faoliyat kuchaydi. Zilzilalar ham bevosita sabab bo'lmasa-da, bilvosita ta'sirga ega. Xo'sh, bu jarayon to'xtaydimi? Yo'q. Agar biz hech narsa qilmasak, u davom etadi. Chunki har bir erigan yangi muz, har bir yo'qolgan daryo, har bir ko'tarilgan okean chizig'i yana yangi og'irlik degani. Bu esa yana yangi siljishga sabab bo'ladi. Olimlarning taklifi: yer osti suvlaridan foydalanishni 40% ga qisqartirish, suvni qayta aylanish texnologiyalariga o'tish, yirik shaharlar ostidan suv tortishni to'xtatish, qishloq xo'jaligida suvni isrof qiluvchi tizimlarni almashtirish, okeanlarga issiq suvlardan tashlanadigan chiqindini kamaytirish, muzliklarni saqlash bo'yicha xalqaro strategiya tuzish. NASA hatto Global Mass Monitoring, Yerning og'irlik taqsimotini real vaqt rejimida kuzatuvchi sun'iy yo'ldoshlar tizimini yaratish rejasi haqida gapirgan. Chunki sayyoraning og'irlik xaritasi har oy o'zgarib bormoqda. Biz Yerga nisbatan qilgan har bir xatti-harakatimiz uning suyaklariga bosilgan bosimga o'xshaydi. U bardosh beradi, ammo abadiy emas. Bir kun kelib Yerning o'zi javob beradi. Iqlim, bo'ronlar, zilzila, suv toshqinlari orqali. Sayyoramiz o'zini bizdan himoya qiladi. Hozir yer o'qi 80 sm ga siljigan. Keyingi bosqichda bizni nimalar kutmoqda? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Ko'rishguncha salomat bo'ling. Agar biz Yerga mehr bilan qarasak, Yer bizni yana 1000 yillar boqadi. Agar buni unutib qo'ysak, Marsga aylanish shunchaki vaqt masalasi. Shuni unutmang, sayyoramizni hech kim almashtirib bermaydi. U yagona, u bizniki.